halol luqma yeyishni foydasi duo ijobat bo'lar ekan. Mana shu luqmamiz tomog'imizdan halol kirsa, duoyimiz ijobat. Sa'd ibn Abu Waqqas roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalomga shunday dedilar: "Ya Rasululloh, ud'ulloha an yaj'alani mustajabat da'wa." Ya Rasululloh, duolarim mustajob bo'lishiga yetaklaydigan bitta amalga men o'rgatib qo'ysiz ya Rasululloh dedilar. Sa'd ibn Abu Waqqas roziyallohu anhu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday dedilar: "Ya Sa'd, atib mat'amaka takun mustajabat da'wa." Yeydigan luqmanga e'tibor ber, shunda seni duoing mustajob bo'ladi. Yeydigan tomog'ingdan kiradigan luqmaga e'tibor ber, shunda Alloh seni duoingni ijobat qiladi dedilar. Halol rizq yeydigan insonni duosi ham ijobat bo'lar ekanda. Yusuf ibn Asbot rahmatullohi alayhi o'tganlar tobiinlarning kattalari hisoblanadi. Imom Bayhaqiy rahmatullohi alayhi aytadilarki, men Yusuf ibn Asbotdan eshitganman. Yusuf ibn Asbot dedilar: agar bir yigit ibodat qilsa, iblis shunday deydi yonidagilariga: qaranglarchi, ular uni yemog'i qayerdan? Qayerdan pul topadi, nimalar yeydi o'zi? Agar uni yeyotgan narsasi halol bo'lmasa, iblis aytadi: u bilan band bo'lmanglar, u bilan ishlaring bo'lmasin. U qancha harakat qilmasin, ibodat qilmasin, u zotan o'zini barbod qilib bo'pti deydi iblis. Qarang, shayton yonidagilarga aytarganda, yemoq-ichmog'i halol bo'lmasa tek qo'yaver, bo'lar bo'pti buni. Boshqalar bilan shug'ullaninglar, taqvodorlarga boringlar deb turib shayton yonidagilarga, gumashtalarga aytar ekanda. Halol yo'l bilan rizq qiladigan odamning farqi, Alloh taolo uni oliy maqomda qilib qo'yar ekan. Lekin harom yo'l bilan topadigan odamchi, u namoz o'qiydimi, roza tutadimi, zakot beradimi u haromidan, hajga boradimi u, lekin halol luqma yemaydigan bo'lsa, hatto shaytonning ham ishi bo'lmas ekan. Endi Alloh taolochi, Alloh taoloning rahmatidan uzoq bo'lar ekanda.